Profilli gullarimiz. Do'konchilar ham aloqaga chiqishsa bo'laveradi. Hamma turidan bor. 2 metrga 60ligini 200 bemalol narxini tushib, arzon narxda qilib beramiz. Bu narx keladigan bo'lsa, bu 100 har kimni dediga qarab turib qilib beramiz, moslab qilib beramiz. Aksesuarlarimiz bor, ramashkalarimiz bor, barglarimiz bor, stokalarga ishlaydigan. Buni ham ko'rishingiz mumkin. Xohlarimiz deydi, o'sha darvozaga ishlaydigan, qanaqa bo'ladi deydigan okalarimiz uchun. Ko'rishingiz mumkin. Tayyor mana shu holatda bitadi. Ranglar hozirgi kunda eng trenddagi desa ham bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib ham beramiz buni. Dastavka. Do'stlar, akamiz xizmatda bo'lisharkan, bemalol aloqa chiqasiz. Assalomu alaykum. Siz uchun kanalining obunachilari va YouTube tomoshabinlari. Siz va sizning xonadoningiz uchun foydali ma'lumot berishda davom etamiz. Do'stlar, biz Namangan shahar Shamshubo bozoriga kelganmiz. Do'stlar, o'ta qatordan kelganingizda ana shu yerda 633-do'konda temirdan gullar tayyorlab bo'lgan ekan do'stlar. Siz gulxonangizga, darvozangizga va zinangiz uchun juda ham chiroyli tushadigan gullar bor ekan do'stlar. Bu joydagi narx-navolar, xudo xolisa optim narxda ekan. Sizlar uchun batafsil ma'lumotini olib beramiz do'stlar. Videoni boshidan bittadan like va bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lib bo'lsangiz, keyingi videoni birinchilardan bo'lib ko'rasiz do'stlar. Unutmang, barchasi siz va sizning xonadoningiz uchun siz esa eng yaxshisiga munosibsiz. Do'stlar, bular haqidagi ma'lumotini Abdurahmon akamiz yordam beradi, xudo xolasa sizlarga batafsil, chiroyli, muhimi arzon narxda qilib beradi. Hormon aka. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Alaykum assalom aka, charchamay turibsizlarmi? Yangi sezonlar boshlandi, xudo xolasa. Va yangiliklar ham bo'lish kerak bu joyda, xudo xolasa. Ko'rishingiz mumkin, mana profilli gullarimiz 2 metrli, 1,5 metrli, donali high-tech gullarimiz, xohlovchilarga optim narxda qilib beramiz. Donali har xil turidan bor. Ishlab chiqarishimiz ham o'zimizda, xudo xolasa, narx-navosda bexijolat, xijolat qildirmaydigan holatda har turidan bor. Xohlasangiz profil, xohlasangiz alyuminli varianti ham hammasidan bor. Mana katta miqdorda, katta tanlov bor, xudo xolasa qilib beramiz, xudo xolasa. Akamiz shu yerda xizmatda bo'lishar ekan. Bizga do'konchilar ham aloqaga chiqishsa bo'laveradi. Do'konga ham optim narxda shunaqa holatli mahsulotlarni fond yetkazib beramiz. Do'stlar, aksessuarlargacha ishlab chiqarish o'zimizda, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqishsa bo'laveradi. Endi bu fasonni har kim o'z didiga moslab, o'zini joyiga moslab bemalol qilib ola oladi. Chunki bu juda ham bir-biriga uyg'unlashaveradi, bir-birini to'ldiradigan gullar hammasi. Shunaqa. Xohlagan turdagi alyuminli deysizmi, nayzali deysizmi, hamma turidan bor. Mujassamda xolasa, xohlagan stilda qilib beramiz. Do'stlar, endi bularni narxi bilan sizga tanishtirib beramiz. Bizdan uzoqlashmang, videoni oxirigacha ko'ring va profilli gullarimiz 2 metrga, balandligi 60 sm bo'ladi. Xohlagan joyga tushaveradi. Zinaga asosiy buni narxiga keladigan bo'lsa, 2 metrga 60ligini 200 ming so'mdan qilib beramiz. Optim narxi yana tushib beramiz. Ya'ni foydalanaman degan savdogar akalarimiz yoki hunarmand akalarimiz zina qiladigan, albatta aloqaga chiqishsin. Albatta. Do'konga bo'ladigan bo'lsa, yana ham kelishtirib, hamyon bo'lib qilib, optim narxlarda chiqarib beramiz. TV qismidagi ham shunaqa narx bo'ladi, razmeri ham bir xil bo'ladi. TV qismidagina bu razmer kichkina bo'ladi, oralig'i 1,5 ga 60 bo'ladi. Bu razmer endi joyi qisqa joylarga tayyor holatida svarka qilishadi, shuni o'rnatishadi bo'ldi. Xo'p, bu yerga kelishsa, yo bo'lmasa ko'rib turib qo'ng'iroq qilsa, bemalol tavsiya beriladi joylarga qarab, qanaqa osonligini xohlaydi. Joylarga qarab turib, qaysi gul tushadi, qaysi gul aytadi, qaysi gul mos keladi, biz o'zimiz egalar bilan maslahat qilib, katalogimiz bor, ko'rsatib qilib beramiz, tavsiya beramiz. Mana gullarimiz bo'ladigan bo'lsa, bu balandroq bo'ladi, balandligi 70 sm bo'ladi, 2 metr iniga bo'ladi. Buni narxi 210 ming so'm. Yana ham kelishtirib, do'konchi okalarimiz aloqaga chiqsa, bemalol narxini tushib, arzon narxda qilib beramiz. TV qismidagi ham shu ko'rinishda, fasol dizayner boshqacha. Undan yuqoridagi 2 metrga 60 bo'ladi. Buni narxi 115 ming so'mdan yana ham optim narxda chiqarib beramiz. Bunisi noziklikka urg'u berilgan ekan do'stlar. Noziklikka chiqadigan ekan do'stlar. Xo'p. Keyingilarimizchi? Keyingilarimiz ham shu ko'rinishda kvadratli varianti bo'ladi. Bu kvadratli variantimiz 2 metrga, balandligi 70 sm bo'ladi. Bu narx keladigan bo'lsa, bu 120 ming so'm. Yana ham o'tadigan joyi bor, o'sha gap yana aloqaga chiqsa, bemalol kelishtirib, Telegram kanalimiz bor, shu nomerda aloqaga chiqsa bo'ldi. Do'stlar, ekran tagidagi raqamga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu ko'rinishimiz 2 metrga 70 lik bo'ladi. Buning narxini 205 ming so'mdan qilib beramiz.
Bu TV qismiga 1,5 metrlik, mana bular 1,5 metrlik, bular 100 ming so'mdan qilib beramiz. Mana ham 100 ming so'mdan qilib beramiz. Mana yo'paladagi 2 metrga 60. Bu ham dizayner boshqacha, bu ham o'zgacha chiqadi. Har kimni dediga qarab turib qilib beramiz, moslab qilib beramiz. Buning narxi 205 ming so'mdan. Xo'p, do'stlar, hozir bu ko'rsatganlarimizni yana to'ldirish imkoni bormi? Didga qarab. Ha, didga qarab buni qanaqa qilib to'ldiramiz deyishadigan bo'lsa, aksessuarlarimiz bor, ramashkalarimiz bor, barglarimiz bor, kovni ramashkalarimiz bor. Bularda o'zi chiroyli holatda, o'ziga yoqadigan holatda qilib stillarni chiqarib qilib beramiz. Do'stlar, aksessuarlar ham juda ham ko'p ekan, o'zingizga moslab. Ya'ni bu aksessuarlarni rangda ham ajratib olsa bo'ladi. Albatta, albatta. Mana bu aksessuarlarimiz ham bor. Bu stoykalarga ishlaydigan. Buni ham ko'rishingiz mumkin. Xohlagan karavot, kacheylar, universal joylarga tushaveradi bu. Mana TV qismidagi tumbaga qo'yiladigan karonalari. TV qismidagi ana kalsolarimiz ham bor, navesilarga, oraliqlarga tushadi. TVdagi elementlarimiz bor, ular joylari har xil bo'lgan joylarga element shaklida ham terib chiqarib beramiz. Bu ko'rsatgan mahsulotlarimiz joy tanlamaydi, lekin razmerini olsa bo'ldi, hamma joyga tushib ketaveradi. Universal hamma joyga tushib ketaveradi. Eng qizig'i darvozalarga shunaqa gullarimiz borki, mana alyuminli variantlarimiz bor. 30 ga 40 deydi. Darvozani oldi qismiga qo'yiladi, fasad tomoniga, ya'ni bu ham 30 ga 40, bu ham fasad tomoniga. Mana shu ko'rib turganlaringiz hammasi fasad tomoniga qo'yiladi. Qo'shimcha bezak hisobida. Bularning narxi ham juda ham arzon narxda. 38 ming so'mdan, 38 ming so'm, mana 20 ming so'mdan har xil stildagi variantda bor. Xohlagan stilda qilib beramiz. Shpekulovka qilib, ustini mehnatini oshirib o'tirilmaydi. Tayyor olasiz, svarka qilib, yo'masam samerizlab o'rnatib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni bu darvozachi akalarimizga ham tegishli ekan, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ha, darvozachi akalarimizga ham xuddi shu holatda katta miqdorda yetkazib beriladi. Albatta, albatta. Mana holatda ham bor. Duplarimiz deydi, o'sha darvozaga ishlaydigan mana zollurlarimiz hammasidan bor. Eng qizig'i bularning stenkasi ham qalindan bo'ladi. Svarkachi akalarimizga juda ham ma'qul keladigan holatda bo'ladi. Ya'ni nima teksa elektrod tekkanda kuyib ketmaydi. Kuyib ketmaydi, teshilib qolmaydi. U tomonlama hammasi zo'r holatda bo'ladi. Do'stlar, shu mayda narsalar, lekin bu juda ham chiroyga chiroq qo'shadigan narsalar. Mana bu gulli profillarimiz ham bor. Bularni ham o'zimiz ishlab chiqaramiz. Optim narxda ham qilib beramiz. Aloqaga chiqsa bo'ldi. Mana 3 ga 2 deyishadimi, 2 ga 2 deyishadimi, 1,5 ga 1,5 arqon holatida, mana 4 ga 4, mana 50 trubamizni figura qilib chiqarib qo'ygan. Bu ham chiroyli holatda. Buning narxi 25 ming so'mdan. Mana 4 ga 4likni 18 ming so'mdan optim narxda qilib yetkazib beramiz. Ya'ni hozirgi shu turishi necha metr balandligi? Bu 2 metrlik, xohlagan razmerda zakazga o'zimizda chiqadi bu. Aytgan razmerlarda chiqarib beramiz. Hozirgi bozorda eng hadoy holati 2 metrlik, 3 metrlik bo'ladi. Mana do'stlar, aytilgan razmerda chiroyli holatda qilib beramiz. Do'stlar, bemalol aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa bu uyingizga borganda yana ham chiroyli ochadi. Ya'ni bunga bo'yoq berasiz, bir-birini to'ldirganda. Xo'p do'stlar, shablon qilib qo'yilgan ustunlar bor ekan mana. Ko'rishingiz mumkin, bu 6 ga 6, 8 ga 8, 1 metrligi, high-tech ko'rinishdagi ham bor. Bu holatida 8 li variantimiz ham bor. Kimga qanaqa holatda yoqadigan bo'lsa, chiroyli holatda bitkazib beramiz. Narxiga keladigan bo'lsak, bu alyuminli fosonimiz 8 ga 8 lik. Buni bir donasi 180 ming so'mdan optim narxda ham qilib beramiz. Shu turishi hozirgi narxda. Shu turishi, agar ob'yomli holatda aloqaga chiqishadigan bo'lsa, yana ham o'tadigan joylar bor. Bu do'konchi akalarga bu. Faqat. Endi mana bu high-tech ko'rinishdagimiz ham bor. Buni 78 ming so'mdan atiga qilib beramiz. Mana bu ko'rinishda 6 ga 6larimiz ham bor. Buni 68 ming so'mdan qilib beramiz. Do'stlar, juda ham ko'rinadi. Oldi orqasida high-tech ko'rinishda qilingan. 8 ga 8 ni tayyor holatini 1.7 stenkaligi ham bor. E'tibor beradigan joyda bu svarkachilar akalarimizga bu bog'liq. Buni parash holatida ham bor. Kimgadir hamyoni ozroq bo'ladigan bo'lsa, narxi ham arzon 62 ming so'mdan optim narx chiqadi. Bu qalin variantlarimiz 72 ming so'mdan chiqadi. Bu narxida ozgina farq qiladi. Kimga qanaqasi xohlasa. Lekin svarkada erib ketmaydi, lekin u chiroyli chiqadi. Chiroyli chiqadi. Parash holatini ham olsalar, parash holati ham parash bo'lmaydi. 1.4 stenka deymiz, parashini ham. 1 stenka demaymiz. 62 ming so'mdan tayyor holatida qilib beramiz. Bunaqa 6 ga 6larimiz ham bor, 45 ming so'mdan, yana ham kelishtirib beramiz. Manaqa tagiga tagli deymiz. Buni pipe o'g'ir desa ham bo'ladi, o'zini tilida aytilaveradi. Xohlagan stilda high-tech, gulligi qilib beramiz.
Kimga yo'qsa o'sha holatda Do'stlar, bular qilamiz. bari bir-birini to'ldiradigan narsalar ekan. Do'stlar, bu tomonda mana lazerda gul qilib chiqarib qo'yganlar ham bor ekan. do'stlar. Lazer holatida gul qilib qo'yganmiz. Razmerlari 15dan tortib bu ponni 50-60 gacha bor. Zakazga qilib beramiz. Buni o'lchamlari zakazga qarab chiqaveradi. Zakazga qarab qilib beramiz. Hop, metri necha puldan chiqadi bular? Bularning metrlari emas, donabay bo'ladi. Donabay. Donabayga gaplashib, razmerni aytsa, biz narxini Telegram orqali javobini beramiz. Xudo xolasa do'stlar, bular ham qulay narxda chiqadi. Aloqaga chiqaverasizlar. O'zgachilari ham bor ekan, mana lazerda chiqarib qo'yilgan, chiroyli ana. Bularimiz tevadagi burchak kazerolarimiz, naveslarga, shunaqa holatlarga fonni aytaveradi. Mana bu qismi o'sha aytganimizda katta 60 ga 2 metrli ketaveradi. Do'stlar, ajoyib stilda, uslubda. Pastagacha. Bu pastagi qismlarimiz tevadagi navesi tagiga, firmaga zo'r aytadi. Bu zinani ham teva qismiga ham aytadi. Konkret. Ya'ni bular bir-birini to'ldirib boraveradi qo'shgan sari, Alloh bo'lsa. Bejirimlardan bor, aytilgan stilda beramiz. Siz o'zingiz didingizga moslab lazer fason chiqaveradi-a? Chiqaveradi. Yoqqan fasonni lazerda kesib berilaveradi do'stlar. Do'stlar, ichkaridagi aksessuarlardan tayyor bo'lgan san'at asarlari bo'ladi do'stlar. Tayyor showroom mana. Ko'rishingiz mumkin. Tayyor mana shu holatda bitadi. Ranglar qanaqa bo'ladi deydigan ukalarimiz uchun. Mana shu holatda bitadi. Shuni borib o'rnatib berish, hamma ustanovkalar ham ichida bor, bizda xizmatimizda bor. Xohlashsa telefon qilib aloqaga chiqsa, fonni shularni ham ustanovkasini 0 dan 100 gacha ishlarni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Bemalol, xudo xolasa ular ham xizmatlar ham qulay narxda albatta. Albatta. Endi mana ko'rib turishingiz mumkin. Mana birinchi fasonimiz high-techli variantda bo'ladi. Bularni 1 metrini olib borib o'rnatib, ustanovkasi, kraskasi, hamma narsasi ichida metri 600 ming so'mdan qilib beramiz. Yuqoridagi mana high-techli variantimiz ham shu narx ichida ketadi. Tevasidagi variantlarimiz 1 metrini 480 ming so'mdan o'rnatib, ustanovkasi ham ichida qilib beramiz. Hop, do'stlar, eslatma. Hozir bu ko'rayotgan narx shu fasondagi uchun. Shu fasondagi uchun. Ya'ni ozgina aksessuar qo'shilib qolsa, narx-navosi kelishilgan holatda qilib beramiz. Har kimning didi har xil. Shunaqa. Qo'shimchalari bor. Bu yerda ham ko'rib turganingiz ichida metr 500 mingligi bor, 600 mingligi bor. 480 mingligi bor, 650 ming, 700 mingligi ham bor. O'zlarini didilarga qarab chiroyli narxda qilib beramiz. Hashamatli, chiroyli qilaman deganlar uchun tavsiyangiz qanaqa? Hashamatligi eng zo'r kurtoyisi mana shu bo'ladi. Hozirgi kunda eng trenddagi desa ham bo'ladi. Bularni metrini 650 ming so'mdan sizni kanalingizdan aloqaga chiqishsa, xudo xolasa chiroyli qilib ishlarni bitkazib beramiz. Xohlasalar bizni ustamiz bor, kraskachimiz bor deyishsa, kelishadi do'konimizga aloqaga chiqsa, shuni materialini ham beramiz. O'zlari xohlagan stilda o'zlarining ustalariga qildirib olishsa ham bo'ladi. Bemalol. Bemalol. Xo'p, xizmatlarimiz qayerdan qayergacha bo'ladi? O'zbekiston bo'ylab yetkazib ham beramiz buni. Dastavkasini kelishilgan holatda qilib beramiz. Aloqaga chiqsa bo'ldi, shu Telegramdan aloqaga chiqishadi. Ya'ni ekran ustidagi raqamlarda Telegram ham bor. Do'stlar, bemalol Telegramdan ham aloqaga Telegram kanalimizni o'zimizni mana shu Telegramga bitgan holatlarni kanal ham ochib qo'yganmiz. Unga ham obuna bo'lib, ko'rishingiz mumkin. Ko'rib o'tib, bemalol aloqaga chiqishaveradi. Do'stlar, katalog ham bor ekan. Telegramdan aloqaga chiqsani, katalogni ham rasmlarni bemalol tashlab berishadi. Beramiz, bemalol. Do'stlar, bularning bari siz uchun bo'ldi va sizning xonadoningiz uchun. Siz esa eng yaxshisiga munosibsiz. Do'stlar, akamiz xizmatda bo'lisharkan, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.